Bir necha oy avval ijtimoiy tarmoqlarda o'zining 4 yashar qizini kaltaklab, turli nojo'ya so'zlar bilan haqoratlab tasvirga olgan otaning videosi tarqalgan edi. Barchaning yoqa ushlashiga sabab bo'lgan video tasvir bolada nima ayb degan savolni tug'dirdi. Tarmoqlarda tarqalgan izohlarda otaga keskin choralar ko'rilishi lozimligi talab qilingandi. Shundan so'ng muqaddam sudlanmagan fuqaro Xurshid Abdurahmonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismining A-V bandlari, 139-moddasi 3-qismining G bandi, 140-moddasining 2-qismi va 130-moddasi 2-qismining A bandlariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kuni kecha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Chilonzor tumani sudida sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlar ishtirokida jinoyat ishi ko'rib chiqildi va hukm e'lon qilindi. Oila kodeksining 71-moddasida ota-onalar o'z bolalariga nisbatan teng huquq va majburiyatlarga egadirlar deb yozilgan. Bolani dunyoga keltirish ota-onaning ishi, ammo oilaviy mojarolar sabab unga tazyiq o'tkazish johillik alomatidir. Sud jarayonida sudlanuvchiga o'zini oqlash uchun so'nggi so'z berildi. Xurshid Abdurahmonov qizini kaltaklaganini tan olib, o'z rafiqasini qaytarish uchun lavhani unga yuborganini tasdiqladi. Shundan so'ng jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudining sudyasi Dilmurod Valiyev Xurshid Abdurahmonovga hukm e'lon qildi. Sudlanuvchi Abdurahmonov Xurshid Nuraliyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi A V bandlari, 139-moddaning 3-qismi G bandi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi A V bandlari bilan 4 oyga ozodlikdan mahrum qilinsin. Abdurahmonov Xurshid Nuraliyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan 4 oyga ozodlikdan mahrum qilinsin. Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tash uchun 6 oyga ozodlikdan mahrum qilinsin. Jazoni o'tash muddati 2017-yil 13-noyabrdan boshlab hisoblansin. Sud natijalariga ko'ra hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab sudlanuvchi va jabrlanuvchi hukmni nusxasini olganidan keyin 10 sutka ichida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya instansiyasiga, hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng esa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining kassatsiya instansiyasiga shikoyat berishga yoki prokuror protest bildirishga haqlidir.